Pulni pulga uraman, 1 yilga bormasdan qora tracker olaman deganlar uchun sizlarga zo'r biznes topib qo'ydim akalar. Qanday biznes sizlarmi? Albatta mana shunday apalovka arenda biznesi bo'ladi. Bu yerda qurilishga kerakli bo'lgan apalovka, zina uchun apalovka, undan tashqari leysalar, betonomeshalkalar, monantli stoykalardan ham eng arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari bitta o'q bilan 5 ta qondirmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun Lego apalovkalarimiz hisoblanadi. Xohlasalar mana shunday beton kushlari mumkin. Xohlasalar kolonnar, regel, monolit, undan tashqari hovuz kuysalaring ham bemalol bo'laveradi. Bu yerda 20 sm dan boshlanib 1 metrgacha apalovkalarimiz bor. Sisma apalovkalarimiz 20 metrlik 3 million so'm bo'ladi, yangi listlardan bo'ladi. 40 lik Lego apalovkalarimiz 6 million 700 ming so'm, 50 lik 7,5 million so'm, 60 ligi 8,5 million so'm bo'ladi. Chempion apalovkalarda ham narxi bir xilda ketaveradi. Monolitni stoykamizga keladigan bo'lsak, narxi 175 ming so'mdan boshlanadi. Birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida turibmiz. Bizni kanaldan chiqqanlar uchun 3 komplet olsalaring, bitta aravani bonusga qo'shib berilaveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati tuman Qo'rg'onat. Kommentariydan bo'lyapti. Bitta like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.